Allah yo'lida menish va Allah yo'lidagi chang to'zonning fazilati. Abdurrahman ibn Jabir radhiyallohu anhu mundaq deydi. Men Rasululloh sallallohu alayhi va sallamning mundaq deganligini anglagan. Kimki ikki putini Allah yo'lida to'p qilsa, Allah uningga dozoqni harom qildi. Buxoriy rivoyat qilgan hadis. Hadisning yana bir rivoyatida Rasululloh sallallohu alayhi va sallam mundaq degan: Allah yo'lida ikki puti to'pig'i milangan kishiga dozoq o'ti tegmaydi. Buxoriy rivoyat qilgan hadis. Abu Hurayra radhiyallohu anhu dan rivoyat qilinadiki, Rasululloh sallallohu alayhi va sallam mundaq degan: Allohdan qo'rqib yig'ilgan odam xuddi seg'ilib bulingan sut yelini qaytib kirmagandek dozoqqa hargiz kirmaydi. Hamda Allah yo'lida to'zg'an chang to'zon bilan jahannamning tutuni birlashmaydi. Ya'ni Allah yo'lida jihad qilgan kishi dozoqqa kirmaydi. Tirmizi va Nasoiy rivoyat qilgan, Albani sahih degan. Abu Hurayra radhiyallohu anhu dan rivoyat qilinadiki, Rasululloh sallallohu alayhi va sallam mundaq degan: Biri yana biriga zarar yetkazadigan ikki kishi dozoqda jamlanmaydi. Bir musulmon bir kafirni o'ldirsa, ondan u musulmon sabit turib vafot topsa, bu ikkisi dozoqda jamlanmaydi. Allah yo'lidagi chang to'zon bilan jahannam tutunidan iborat ikki narsa bandaning qo'rsqida jamlanmaydi. Iymon bilan baxillikdan iborat ikki narsa bandaning qalbida jamlanmaydi. Muslim rivoyat qilgan. Mashhur zot Abdullah ibn Mubarak radhiyallohu anhu ni biraylan tushdi ko'rib, Allah sana nimalarni berdi deb so'ragan. Abdullah ibn Mubarak, Allah mening barliq gunohlarimni mag'firat qildi degan. U kishi uningdan kishilar orasida tarqatgan ilming bilanmi deb so'ragan. Abdullah ibn Mubarak, yo'q, Allah yo'lida burnimga kirgan chang to'zon sabablik deb javob bergan. Abu Musabbah Muqra'i mundaq deydi: Biz Malik ibn Abdullah al-Hasamining qo'mondonligida mujohidlardan bir guruh kishilar bilan Rum ziminiga qarab ketib boratdik. Shu chaqda buyuk sahoba Jabir ibn Abdullah radhiyallohu anhu Malik ibn Abdullahning yonidan o'tib qoldi. U qachirni haydab piyoda ketib boratdi. Malik uningga: "Ey Abu Abdullah, qachiriga minib olgin. Allah sana uni menish uchun yaratdi" dedi. U: "Men ulug'imni aram aldurman. Shundaqla kishilarning menga yordam qilishim hojatsiz. Men Rasululloh sallallohu alayhi va sallamning kimki ikki putini Allah yo'lida to'p qilsa, Allah uningga dozoqni harom qildi deganligini anglagan edim" dedi. Malik al-Hasami Jabirning javobini anglab hayron qoldi va uning kaynidan mangdi. Mujohidlarning Jabirning so'zini anglab, uning agishishi uchun qo'mondan Malik Jabirning ovozini atrofidagilarmi anglaydigan o'ringa yiroqlashib, ondan yuqori ovozda: "Ey Abu Abdullah, qachiriga minib olgin. Allah sana uni menish uchun yaratdi" deb to'g'lidi. Jabir uning maqsadini bilib, uningga: "Men ulug'imni aram aldurman. Shundaqla kishilarning menga yordam qilishim hojatsiz. Men Rasululloh sallallohu alayhi va sallamning kimki ikki putini Allah yo'lida to'p qilsa, Allah uningga dozoqni harom qildi deganligini anglagan edim" dedi. Mujohidlar Jabirning so'zlarini anglab, uloqlardan tushib piyoda mengishdi. Men u kundagidek piyoda manganlar ko'p bo'lgan jihatni ko'rmagan edim. Jabir ibn Abdullah radhiyallohu anhu jihadga chiqqan vaqtlarda Allah yo'lida katta ajrga erishish uchun ikki qadamini to'p qilib piyoda mang'atdi. Shuning uchun olimlar ro'zlarning zavoldan keyin misvak ishlatishning makruhligiga qiyos qilib, Allah yo'lidagi mujohidlarning to'pchang kirib ketmaslik uchun eg'iz burnini itib olishini makruh hisobladi. Chunki misvak ro'zlarning og'izdagi puroqni yo'qotadi. Ro'zlarning og'izdagi puroq Allohning nazarida misk anbarning puroqidan muxsh puroqdir. Jihatda to'pchang kirib ketmaslik uchun eg'iz burnini o'rib olish va shuningga o'xshash ishlar makruhdir. Chunki o'rib olish eg'iz burniga chang to'zonning kirishini to'sib qoladi. Xuddi jihatda to'pi bosgan ikki qadamga o'xshash chang to'zonning kirishimi mujohidning dozoqqa harom bo'lishiga sabab bo'ladi. Kimki ikki putini Allah yo'lida to'p qilsa, Allah uningga dozoqni harom qildi. Abdullah ibn Mas'ud radhiyallohu anhu mundaq deydi: Biz Badr kuni har 3 odam bir to'yga olmish mindik. Rasululloh sallallohu alayhi va sallam, Ali radhiyallohu anhu va Abu Lubaba Ansari radhiyallohu anhu bir to'yga edi. Rasululloh sallallohu alayhi va sallamga piyoda menish navbati kelganda, ular: "Ey Rasululloh, sening o'rningda biz piyoda mangayli" degan edi. Rasululloh sallallohu alayhi va sallam u ikkisiga: "Men ikkinglardan kuchlikroq, ya'ni kelib men ajriga sizlardan bakroq muhtojman" dedi. Hakim va Ibn Habban rivoyati, Albani hasan degan.